Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar va ota-onasining pensiyasi bilan shug'ullanayotgan farzandlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. Bu faqat bir guruh odamga emas. Pensiya olayotgan har bir oilaga tegishli. Agar siz pensiyani plastik kartaga olsangiz, naqd olsangiz, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya olsangiz, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Chunki bitta kichik xato, bitta e'tiborsiz qoldirilgan hujjat yoki bitta tasdiqlanmagan ma'lumot pensiya to'lovida kechikish, noto'g'ri hisob-kitob yoki ortiqcha ovoragarchilikka sabab bo'lishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval tartib qanday edi? Hozir nimalarga jiddiy e'tibor berish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa tinch bo'lishi mumkin? Qaysi holatlarda pensiya qayta ko'rib chiqiladi? Qaysi xatolar ko'p uchraydi va eng muhimi, amalda nima qilish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi ogohlantirishlar aynan vaqtida eshitilsa, odamni katta muammodan saqlab qoladi. Men ko'p yillardan beri pensiya masalalari bo'yicha odamlarga maslahat berib kelaman va shuni aniq ayta olaman. Pensionerlarning eng katta muammosi pensiya miqdorining o'zi emas, balki ma'lumotning vaqtida yetib bormasligi. Odam pensiyasini olayotgan bo'ladi, hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin bir kuni to'lov kechikadi. Karta orqali pul tushmaydi. Bankda ma'lumotni yangilash kerak deyishadi. Pensiya jamg'armasida esa hujjatlaringizni tekshirish lozim deyishadi. Shunda pensioner nega menga oldin aytilmadi deb qiynaladi. Avvallari ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxivdan tasdiq, oylik ish haqi haqida ma'lumot, yashash joyi bo'yicha hujjatlar alohida yig'ilgan. Pensioner yoki uning farzandi turli idoralarga borib, navbat kutib hujjat olib kelardi. Ba'zan birgina muhr yoki birgina sana noto'g'ri yozilgani uchun ish orqaga qaytarilardi. Hozir esa ko'p narsa elektron tizimlar orqali tekshirilmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Ma'lumotlar bazadan olinadi. Ayrim hujjatlar avtomatik ko'rinadi. Arizalar elektron tarzda ham ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu yerda bir muhim jihat bor. Agar elektron bazadagi ma'lumot eski bo'lsa, noto'g'ri kiritilgan bo'lsa yoki umuman kiritilmagan bo'lsa, pensioner o'zi bilmagan holda muammoga duch kelishi mumkin. Masalan, pasport ma'lumoti yangilangan, lekin bankdagi ma'lumot eski qolgan. Yoki yashash manzili o'zgargan, ammo pensiya jamg'armasi tizimida avvalgi manzil turibdi. Yoki odamning ish staji bo'yicha arxiv ma'lumoti topilmayapti. Natijada tekshiruv cho'ziladi. Bugun tezkor xabar deyishimning sababi ham shu. Har bir pensioner o'z ma'lumotlarini oldindan tekshirtirishi kerak. To'lov kelmay qolgandan keyin yugurish boshqa. Hammasi joyida ekanini oldindan aniqlab qo'yish boshqa. Men sizga vahima qilishni emas, tartibli harakat qilishni tavsiya qilaman. Birinchi navbatda pensionerlar 3 ta narsani doim nazorat qilishi kerak. Pensiya to'lovi kelayotgan hisob raqami, shaxsiy ma'lumotlarning to'g'riligi va pensiya hisob-kitobiga ta'sir qiladigan hujjatlar. Bu oddiy eshitiladi, lekin amalda eng ko'p muammo aynan shu 3 joydan chiqadi. Masalan, bir pensioner onaxon har oyning besanasida pensiyasini kartasiga olib yuradi. Bir oy kelib pul tushmaydi. U bankka boradi. Bank xodimi karta muddati tugaganini yoki karta almashtirilganda yangi hisob raqam pensiya jamg'armasiga to'liq yetib bormaganini aytishi mumkin. Bunday holatda pensiya yo'qolib ketmaydi, lekin to'lov kechikadi. Onaxon 2-3 marta bankka, keyin pensiya jamg'armasiga borishga majbur bo'ladi. Agar u karta muddati tugashidan oldin bankka borib, yangi kartani rasmiylashtirib, pensiya to'lovi uchun yangi rekvizitlar to'g'ri ulanganini tekshirtirganda muammo bo'lmas edi. Ikkinchi misol. Bir otaxonning pensiyasi 1.600.000 so'm atrofida. U ilgari 35 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin tizimda 29 yil staj ko'rinadi. Sababi eski zavodda ishlagan 6 yillik davr arxividan tasdiqlanmagan. Otaxon men ishlaganman-ku, hamma biladi-ku deydi. Ammo pensiya hisobida hamma biladi degan dalil yetarli emas. Rasmiy hujjat kerak. Mehnat daftarchasi yozuvi, arxiv ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjat. Agar o'sha 6 yil tan olinsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Agar tan olinmasa, odam yillar davomida kamroq pensiya olib yurishi ehtimoli bor. Uchinchi misol, bo'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oila bor. Farzand kollej yoki oliy ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda ta'lim bo'yicha ma'lumot yangilanishi talab qilinadi.
Agar o'quvchi yoki talaba o'qishini davom ettirayotganini tasdiqlovchi ma'lumot vaqtida ko'rinmasa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Keyin odam bola o'qiyapti-ku deydi, lekin tizimga ma'lumot tushmagan bo'lsa, hujjat talab qilinadi. Endi kim xavotir olishi kerak? Men birinchi navbatda quyidagi fuqarolarga alohida e'tibor berishni maslahat beraman. Pasport yoki ID karta almashtirgan pensionerlar, yashash manzilini o'zgartirganlar, pensiyasini bir bankdan boshqa bankka o'tkazganlar, karta muddat tugagan yoki yangi karta olganlar, ish stajida eski korxona, tugatilgan tashkilot, kolxoz, sovxoz, zavod yoki arxivga bog'liq davrlar bo'lganlar, nogironlik pensiyasi bo'yicha tibbiy ko'rik muddati yaqinlashayotganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan va farzandining o'qishi bilan bog'liq hujjatlari bor oilalar, chet elga uzoq muddatga ketgan yoki yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan chiqish-kirish holati bo'lgan pensionerlar ham albatta tekshirtirishi kerak. Kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Agar sizning kartangiz ishlayotgan bo'lsa, har oy pensiya o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotlari o'zgarmagan bo'lsa, yashash joyingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik bo'yicha qayta ko'rik muddati yaqin bo'lmasa, stajingiz avvaldan to'liq tasdiqlangan bo'lsa, vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin baribir yilga kamida bir marta ma'lumotlarni tekshirtirish foydali. Chunki tizimdagi xatoni odam ko'pincha pul kechikkanda biladi. Pensiya miqdori masalasiga ham to'xtalib o'taman. Ko'p pensionerlar qo'shnimniki mendan ko'p, meniki nega kam deb so'rashadi. Buning sabablari juda ko'p. Ish staji, oylik ish haqi bazasi, pensiyaga chiqish yili, hisobga olingan davrlar, imtiyozli staj, nogironlik guruhi, qaramog'idagi shaxslar, qo'shimcha to'lovlar va boshqa omillar. Masalan, ikki kishi bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin biri 7 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi 23 yil ishlagan. Yoki biri yuqori ish haqi olgan davrni hujjat bilan tasdiqlagan, boshqasida esa o'sha davr bo'yicha ma'lumot yo'q. Shuning uchun faqat qo'shni bilan solishtirib xulosa chiqarish noto'g'ri. To'g'ri yo'l o'z pensiya ishingizdagi staj va ish haqi ma'lumotlarini tekshirtirish. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat pensiya kartaga tushmay qolsa. Bu har doim pensiya to'xtatildi degani emas. Ba'zida bank texnik sabablari bo'ladi. Karta bloklangan bo'ladi. Karta muddat tugagan bo'ladi. Mobil ilovada ko'rinmay turgan bo'ladi yoki rekvizit yangilanmagan bo'ladi. Shuning uchun birinchi qadam bankdan aniqlash, ikkinchi qadam pensiya jamg'armasiga murojaat qilish. Aksincha, ba'zi odamlar birinchi kuni vahima qilib, meni pensiyadan chiqarib yuborishdi deb o'ylaydi. Unday emas. Sababni aniqlash kerak. Ikkinchi nozik jihat ortiqcha to'langan pensiya masalasi. Ayrim holatlarda tizimda yoki hujjatda xato bo'lib, odamga ortiqcha pul to'lanishi mumkin. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, qonuniy tartibda qaytarish masalasi ko'tarilishi ehtimoli bor. Masalan, nogironlik guruhi muddati tugagan, lekin qayta ko'rikdan o'tish kechikkan yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzand o'qishini tugatgan. Lekin bu ma'lumot vaqtida kiritilmagan. Shuning uchun pul tushyapti, demak hammasi joyida deb o'ylamaslik kerak. Agar sharoit o'zgargan bo'lsa, masalan, o'qish tugagan, nogironlik guruhi o'zgargan, qaramog'idagi shaxs maqomi o'zgargan bo'lsa, buni rasmiy tarzda aniqlashtirish lozim. Uchinchi nozik jihat mehnat daftarchasidagi yozuvlar. Eski mehnat daftarchalarida ba'zan tashkilot nomi qisqartirilgan. Buyruq raqami noto'g'ri. Sana noaniq yoki muhr o'qilmaydigan bo'ladi. Pensioner bu mening aybim emas deydi. To'g'ri, bu sizning aybingiz bo'lmasligi mumkin, lekin hisob-kitob uchun tasdiq kerak. Shu sababli eski ish joylaringiz tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish zarur bo'ladi. Ba'zan tuman arxivi, ba'zan viloyat arxivi, ba'zan korxonaning huquqiy vorisi ma'lumot beradi. Bu jarayon vaqt oladi. Shuning uchun pensiyaga chiqish arafasida emas, oldinroq harakat qilish ma'qul. 4-chi nozik jihat firibgarlar. So'nggi paytlarda pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz oshirildi, kartangizni tasdiqlang, sizga kompensatsiya bor. Pul tushirish uchun SMS kodni ayting. Plastik kartangiz bloklanmasligi uchun raqam yuboring deydiganlar uchraydi. Men buni qat'iy aytaman. Hech qachon telefon orqali karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, PIN kod. Bank ilovasi parolini aytmang. Davlat idorasi ham, bank ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bu juda katta xavf belgisi.
Bir pensioner 2 milyon so'm pensiyasini kartada saqlagan bo'lishi mumkin. Yana dori darmon uchun farzandlari yuborgan pul ham kartada bo'ladi. Bitta SMS kodni aytib yuborsa, barcha pul yechib olinishi mumkin. Keyin uni qaytarish juda qiyin. 5-nozik jihat. Ishonchnoma orqali pensiya olish. Ayrim pensionerlar yoshi katta, yurishga qiynaladi yoki kasal bo'ladi. Farzandi, nevarasi yoki qarindoshi ishonchnoma bilan pensiyasini olib beradi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin. Lekin ishonchnoma muddati kimga berilgani, qaysi vakolatlar ko'rsatilgani aniq bo'lishi kerak. Ishonchnoma muddati tugasa bank pul bermaydi. Ba'zan oilada kelishmovchilik ham bo'ladi. Pensioner pulni o'zi nazorat qilmaydi. Qarindoshi olib ishlatib yuboradi. Men har doim maslahat beraman, agar pensionerning aqli hushda bo'lsa, pensiya qanday olinayotganini o'zi bilsin. Karta qayerda ekanini bilsin. SMS xabarni o'zi yoki ishonchli farzandi nazorat qilsin. 6-nozik pensioner ishlayotgan bo'lsa, ayrim pensiya turlari va holatlarda ishlash, daromad, maqom o'zgarishi to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men pensiyadaman, xohlasam ishlayman, hech narsa bo'lmaydi deb umumiy xulosa qilish to'g'ri emas. O'z pensiya turiga qarab aniqlashtirish kerak. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, bularning har birida holatlar farq qiladi. Agar rasmiy ishga kirsangiz, mehnat shartnomasi tuzsangiz yoki daromad holati o'zgarsa, pensiya jamg'armasidan bu mening to'lovimga ta'sir qiladimi deb yozma yoki rasmiy javob olish eng to'g'ri yo'l. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga soling. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq ma'lumotlar, bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi agar bo'lsa arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, boquvchini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Farzand o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumot bo'lishi kerak. Hamma hujjatni bitta papkaga solib qo'ying. Katta yoshdagi odam uchun bu juda muhim. Chunki kerak bo'lgan paytda hujjat qidirib, asabiylashib yurilmaydi. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugashini ko'ring. Agar muddati yaqinlashgan bo'lsa, bankka oldindan boring. Yangi karta olsangiz, pensiya to'lovi shu kartaga to'g'ri ulanganini aniqlang. Bankdan rekvizit kerak bo'lsa oling. Karta PIN kodini hech kimga bermang. SMS xabarnoma ulangan bo'lsa, pul tushganini va yechilganini ko'rib turasiz. Agar telefon ishlatishga qiynalsangiz, ishonchli farzandingiz yordam bersin. Lekin SMS kodni begona odamga aytmaslik qoidasi hamma uchun bir xil. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qilib, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Men tavsiya qiladigan savollar shular. Mening pensiya ishimda pasport ma'lumotlarim to'g'rimi? Yashash manzilim to'g'rimi? Pensiya to'lanayotgan bank rekvizitlari to'g'rimi? Ish stajim necha yil qilib hisoblangan? Qaysi davrlar hisobga olingan? Qaysi davrlar hisobga olinmagan? Pensiya miqdorim qanday asosda shakllangan? Agar qo'shimcha hujjat topshirsam, qayta hisoblash imkoniyati bormi? Bu savollarni bemalol bering. Siz o'z pensiyangiz haqida ma'lumot olishga haqlisiz. 4-qadam. Agar ish stajingizda shubha bo'lsa, arxiv masalasini boshlang. Masalan, siz 1995 yildan 1992 yilgacha bir korxonada ishlagansiz. Lekin hujjatda bu davr aniq ko'rinmayapti. Avvalo o'sha korxona hozir bormi, yo'qmi aniqlang. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini so'rang. Arxivga murojaatda ism, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, ishlagan yillaringiz, korxona nomi, lavozimingiz, taxminiy bo'limingizni yozing. Qancha aniq yozsangiz, qidirish shuncha oson bo'ladi. Agar eski familiyangiz bo'lsa, masalan, turmushdan oldingi familiya, uni ham albatta ko'rsating. 5-qadam, agar pensiya miqdorida xato bor deb o'ylasangiz, og'zaki bahs bilan cheklanib qolmang, rasmiy ariza yozing. Arizada pensiyamni hisoblashda ish stajim va ish haqi ma'lumotlarimni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Qaysi davr bo'yicha shubhangiz borligini aniq ko'rsating. Masalan, 1990-1995 yillarda falon korxonada ishlagan, davrim hisobga olingan, olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxa oling. Chunki keyin murojaat taqdirini kuzatish oson bo'ladi. 6-qadam, nogironlik pensiyasi olayotganlar qayta ko'rik muddatini kalendarga yozib qo'ysin.
muddat tugashiga yaqin tibbiy muassasa va tegishli komissiya tartibini oldindan aniqlang. Kasallik tarixlari, shifokor xulosalari, davolanish bo'yicha hujjatlar, tekshiruv natijalarini yo'qotmang. Ko'p odam hujjatlarni oxirgi haftada yig'ishga tushadi. Keyin navbat, tahlil, shifokor yo'llanma bilan qiynaladi. Oldindan tayyorgarlik ko'rsangiz, to'lovda uzilish xavfi kamayadi. 7-qadam. Farzandlari ota-onasiga yordam bersin. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz pensiya oladi. Lekin bank ilovasi, SMS, elektron navbat, davlat xizmatlari, arxiv murojaati kabi ishlarni tushunmasligi mumkin. Ularni qo'ymang. Haftada bir marta yoki oyda bir marta vaqt ajrating. Kartasi ishlayaptimi, pensiyasi tushyaptimi, hujjatlari joyidami, telefoniga shubhali qo'ng'iroqlar bo'lmayaptimi? Tekshirib turing. Bu faqat pul masalasi emas. Bu ota-onaning xotirjamligi. 8-qadam. Har qanday og'zaki va'daga ishonib qolmang. Sizga pensiyani oshirib beraman, arxivsiz hal qilaman, tanishim bor. Oldindan pul bering degan odamlar bo'lsa, juda ehtiyot bo'ling. Rasmiy to'lovlar bo'lsa, ular qonuniy tartibda amalga oshiriladi. Lekin pensiyani oshirish, staj qo'shish, navbatni tezlatish nomi bilan pul so'rash firibgarlik bo'lishi mumkin. Hujjatlarni faqat rasmiy idoraga topshiring. Pasport nusxangizni har kimga bermang. Imzo qo'yishdan oldin matnni o'qing. Bugungi eng muhim xulosa shuki, pensiya masalasida tinchlikning kaliti oldindan tekshiruv va tartibli hujjatdir. Pensiya tushmay qolgandan keyin yugurishdan ko'ra, hozir bank kartani, shaxsiy ma'lumotlarni, stajni, arxiv hujjatlarini va tibbiy yoki ta'lim bo'yicha tasdiqlarni tekshirtirish ancha oson. Kimdir uchun bu oddiy tekshiruv bo'ladi. Kimdir uchun esa pensiyani oshirishga yoki to'lov kechikishning oldini olishga sabab bo'lishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman. Bu ma'lumotni oilangizdagi pensionerlarga yetkazing. Agar ota-onangiz, qo'shningiz yoki qarindoshingiz pensiya olsa, ularga ayting, kartani tekshirsin, hujjatlarni tartibga solsin, shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmasin, kerak bo'lsa rasmiy idoraga murojaat qilsin. Ayniqsa pasport almashtirgan, karta yangilagan, manzilini o'zgartirgan, nogironlik qayta ko'rigiga yaqinlashgan yoki eski ish staji bo'yicha hujjati to'liq bo'lmagan pensionerlar bu ishni ortga surmasin. Izohlarda yozing. Sizda pensiya kechikishi, karta muammosi, staj hisoblanmagan, holat yoki arxiv hujjati bilan bog'liq tajriba bo'lganmi? Savollaringizni ham yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan muammolarni alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki pensionerlar o'z haqini bilsa, hujjatini tartibga solsa va firibgarlardan ehtiyot bo'lsa, ko'p muammolarning oldi olinadi.